Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizin devamı olarak üçüncü dersimizi devam ettirmek istiyorum. Sizinle önceki dersimizde sadece büyük ünlü uyumu grubuna hangi ünlüler katılıyor ve küçük ünlü uyumu grubuna hangi ünlüler katılıyor o hakkında konuşmuştuk. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchi talabalar. Sizlar bilan bugungi 3-chi darsimiz, ikkinchi darsimizni qisman davomi sifatida bo'ladi. Sizlar bilan oldingi darsda, ya'ni katta unlilar moslashuv va kichkina unlilar singarmonizmi nima degani haqida gaplashgandik. Endi bugun bizga ushbu buyuk unli uyumu va küçük ünlü uyumu qoidasi nimaga kerak, o'sha haqida gaplashib o'tamiz. Peki burada sunumda sizin dikkatinizi çekmek istediğim yer burası yani. Türkçe'de 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Ne demek bu yani? Eğer sözcüğün kökünde ünlüler ince oluyorsa hepsi ince olması gerekiyor. Eğer sözcüğün kökünde ünlüler kalın oluyorsa hep ünlü kalın olması gerekiyor. Yani unlilar moslashuv o'zi oldingi darsda aytganimdagi unlini ichidagi ingichka unli hammasi ingichka unli bo'lishi kerak yoki bo'lmasam agarda asosiy ichidagi unlilar qalin bo'lsa hammasi qalin unli bo'lishi kerak. Yani asosiy ichidagi unlilar bitta guruhga mansub bo'lishi kerak. Bu büyük ünlü uyumu qoidasi bo'yicha. Küçük ünlü uyumu ko'proq qo'shimchada asosiy rol o'ynaydi. Asosda u darajada muhim emas. Turk tilida en az 2 tane çeşidi var. Bir ekin ve 8 tane ve 4 tane çeşidi var. Turk tilida bitta qo'shimchani eng kamida 2 ta varianti bor, ko'pi bilan 4 ta yoki 8 ta varianti bor. Asosan küçük ünlü uyumu o'sha qo'shimcha qo'shayotgan paytimiz katta rol o'ynaydi. Hozir hammasini tushuntirib o'taman. Hop, Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde kalın ünlü varsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın olmalı. İlk hecede ince ünlü varsa diğer hecelerde de ince ünlü bulunmalıdır. Yani bu agar birinchi bo'g'inizdagi unli ingichka unli bo'lsa, qolgan ikkinchi va uchinchi, to'rtinchi bo'g'indagi unlilar ham ingichka bo'lishi kerak. Yoksa ilk hecedeki ünlüler kalın oluyorsa sonraki ikinci, üçüncü ve dördüncü hecedeki ünlüler de kalın olması gerekiyor. O zaman ünlüler uyumu oluşuyor. Aynen o'sha paytdagina unlilar singarmonizm, unlilar moslashuv vujudga keladi. Yani kökte birisi ince, birisi kalın bir şekilde ortaya çıkmıyor. Yani asosda bittasi ingichka, bittasi kalın tarzda bo'lmaydi so'zlar. Türkçe'de ama yabancı dilden özdeşlenen kelimeler var. Türk tilida xorijiy tildan o'zlashgan so'zlar bor. Bularda unlilar moslashuvga amal qilinmaydi. Xo'p, sizlarga qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, sof turkiy so'zlar bor va turk tiliga o'zlashgan, ya'ni xorijiy tildan o'zlashgan so'zlar bor. Agarda so'z turk tilini o'zidan kelib chiqqan, ya'ni o'sib chiqqan bo'lsa, uni ichidagi unlilar bitta guruhga mansub hisoblanadi. O'shandagina bitta guruhga mansub bo'lsagina, ha, bu sof turkiy so'z ekan deymiz. Lekin boshqa bir tildan o'zlashgan so'zlarda odatda unlilar moslashuvi bo'lmaydi. Ya'ni uni ichida ingichka qalin aralash shaklda bo'ladi. Masalan, Türkçemiz so'zida ü, i harflari hammasi ingichka unli. Ya'ni bu sof turkiy so'z. Sokaktan so'zi o qalin unli, a qalin unli, uchinchi bo'g'indagi a ham qalin unli. Bu ham butun shaklda sof turkiy so'z. Kurabiye. Xo'p, bu yerda endi unlilar moslashuvi mavjud emas. E'tibor beradigan bo'lsak, u qalin, a qalin,
i ince, ede ince. Ikkitasi qalin unli, qolgan ikkitasi ingichka unli. Bu yerda unlilar moslashuviga, ya'ni unlilar singarmonizmiga amal qilinmagan. Demak, bu turk tiliga o'zlashgan so'z. Qolgan mana bu turkchamiz ve sokakdan so'zlaridagina unlilar moslashuvi ko'zga tashlanadi. Xo'p, davom etamiz. 5-sayfadan. Unli uyumuna uymayan kurallar. Unlilar moslashuviga ba'zida bo'ysunmaydigan qoidalar mavjud. Bu qaysi yo'sinda amalga oshiriladi? Tek heceli kelimelarda ve birleşik kelimelerde büyük unli uyumu aranmaz. Bir bo'g'inli so'zlarda yoki bo'lmasam qo'shma so'zlarda unlilar moslashuvi qoidasiga amal qilinmas ekan. Bir bo'g'inli so'zlarda masalan bu, her so'zlarida chunki u bir bo'g'in. Bir bo'g'inda demakki bitta unli bo'ladi. O'shaning uchun unlilar singarmonizmi mavjud bo'lmaydi. Endi qo'shma so'zlarda qanaqa bo'ladi? Yer yuzi. Bu qo'shma so'z hisoblanadi. Chunki yerni kendisi başka bir anlam taşıyor. Yüz kelimesinin kendisi başka bir anlam taşıyor. İkisi birleştiği zaman büsbütün bir anlam ortaya çıkmış. Yeryüzünde birçok canlı yaşar. Yani yeryüzünde bir qancha jonzot yashaydi. Bunda endi unlilar moslashuvi mavjud. Masalan, bicher, döver. Unda ham unlilar moslashuvi mavjud. Lekin ba'zi bir so'zlarda unlilar moslashuvi ko'zga tashlanmaydi. Masalan, birçok so'zini oladigan bo'lsak, birni o'zi ham alohida mustaqil ma'no anglatadi, çok so'zi ham alohida mustaqil ma'no anglatadi. Lekin unlilar uyumu, ya'ni unlilar singarmonizmi bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, i ingichka unli, o qalin unlilar guruhiga mansub. Ya'ni bitta unlimiz ingichka, bitta unlimiz qalin unli. Qo'shma so'zlarda, demak, bir bo'g'inli va qo'shma so'zlarda unlilar moslashuvi ko'zga tashlanmas ekan, lekin bu baribirga ham sof turkiy so'z hisoblanar ekan. Peki arkadaşlar, bugüne yeter. Sonraki dersimizden geldiğimiz yerden devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.